Azizlar, ertaga juma. Avvalambor assalomu alaykum. Ertaga juma, Dimka 004 aksiya, bilasizlar. Go'shtlar hali ham shu sham narxmi aka? Nech puldan? 110 ming mol go'shti, 90 ming toy go'shti, 130 ming qo'chqor go'shti. Hammasi mesli. Azizlar, bilasizlar, shunaqa sharoit, shunaqa narxlarni so'rib qo'yganlar. Ertaga sizlar hammanglar kutamiz. Shu o'rinda bitta aksiya bor edi, orada shundan foydalanib ketyapmiz. Ya'ni Dimka 004 bir hafta oldin mol so'yib, kilosini topganga sovg'a va'da qilgandilar. Hattoki bunga Texna brend ham qo'shilgan. Aka, mana bitta gilam berib yuboraman degandilar. Mana o'sha odam. Aka, haqqoniymi ekan bizani? Haqqoniy ekan. Az Texna brend Nomer 1. Aytgancha, bilasizmi qayerdan kelishdi? Ya'ni Qirg'izistonga yaqin Andijonning Xo'jobodmi? Xo'jobod. Klik qilib yuborsa ham bo'lardilar, hattoki davay o'tkazib yuborib pulini deb yuborsa ham bo'lardilar, lekin bitta borib kelib, aka bilan bitta bag'riga bosib qo'yib kelaman degan ekanlar. Gap yo'q, birodar. Gap yo'q deyman-da. Dimka 004 muxlislarni shunday o'xshab olibdilar, lekin gap bo'lishi mumkin. Nima deysiz aka o'zingiz? Klik qilib yuborsin deydi. Siz keldingiz aka, Adusher Ahmad sizga boringizga shukur aka. Mana Andijon ko'rayotgan bo'lsangiz bitta like bosib qo'ying, Toshkentga kelib sovg'alarni gap sovg'ada emas. Prosta safar qilib kelib akam bilan bitta ko'rishib ketyaptilar. Agar Dimka 004 kuzatayotgan bo'lsangiz andijonliklar, bitta like bosib tarqatib qo'ying. Siz eng zo'riga loyiqsiz. Nima edi aka? Bizda zo'ridan zo'ri faqat. To'g'ri. Mana o'sha gapim bor. Kelasizlar, kelaverasizlar Dimka 004 ga.